Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mr. Shoh aka. Videoga xush kelibsizlar. Videoni ko'rishdan oldin kanalga bitta obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar videoga va kommentariy yozsam esdan chiqmasin albatta. Hozir bugungi videomiz Spotify free bor. Bitta free ochamiz. 200 ko'ngil bor, chunki ko'p donat qilmayapman. Chunki hozir yaxshi zo'r, men yaxshi ko'rgan o'yinchilar kelmayapti. Real o'yinchilari kelmayapti. Yaxshi zo'r o'yinchilar, masalan, Mbappemi, ana epiklarda. Shuning uchun donat qilmayapman. Bitta bitta ochganman bu yerda kim tushdi menga? Yani Desire Doué tushgan. Bundan önce yaxshi ochmadim, chunki Güler yaxshi chiqmagan bu yerda. Bu kartasi shu Mbappelarni bir zo'r paytlar chiqsa, Mbappemiki, Viniciusmi. Men o'zim ko'p xohlayotgan o'yinchi chiqishini xohlayapman. Anaqa nomi nima edi? Gonzalo Garcia'ni epik chiqsa yaxshi edi, u ham yaxshi o'yinchi. Vinicius hozir mana shu epikmi yoki epikmi Showtime'da chiqsa, albatta unga open pack qilamiz xudo xolasa. Gonzalo Garcia deganimni aytganim sababi, chunki hozir ko'pchilik ustidan kulishi mumkin Gonzalo Garcia, chunki u endi chiqayotgan yosh hali hujumchi. Mana shu bola chiqsa, mana shu futboldan ko'p odam chiqsa, mana shu kartasi ko'p odam o'ynatadi, ko'p odam o'ynatgandan keyin yaxshi o'ynaydi albatta. Ko'p odam shu Gonzalo Garciadan keyin muxlis bo'lib qolishi mumkin. O'yinlarni ko'radi. Shundan keyin Gonzaloga e'tibor tutsa mumkin. Hozir Mbappeni soyasida qolib ketmoqda Gonzalo. Mana hozir uni qo'yib turamiz. Mana bu yerda do'st, mana bu paketda qaranglar kim chiqqanini. O'zbekistonlik hamyurtimiz, bizni futbolchimiz legenda, O'zbekiston legendasi. Hozirgi moment u, oldin emas, hozirgi holatdagi legendasi. Mana o'sha Wi-Fi ham ishlamayapti. Bugun gameplay bo'lmaydimi deyman. Mana qaranglar, AMF bo'lib chiqibdi. Tushunmadim nimaga AMF bo'lib chiqqan, lekin Eldor Shomurodov chiqqan role player stilida. 79, 77 hammasi 77, 75. Yomon emas statistikalari, kicking power bor, speed bor. Hozir o'zini max effekti boosteri. Accepted characters tushunmadim. Bu yangi chiqqan effekt bo'lsa kerak turklarda alohida. Mayli, Ederson Morales ham chiqqan mana. Talisca, Anderson Talisca bor, Al-Nassrdan o'tgan. Ilim mana bu yoqda yana chiqqan, bugun chiqdi. CAF African Kubok Sadio Mane big time bo'lib chiqqan. Yusuf Bono, Lokman, Fatih bir bo'ladigan chiqibdi. Albatta bu yerda Sadio Mane ham zo'r Osiyoda zo'r o'ynatadi Sadio Mane ham. Men hozir Potifga ham muhim, Potif mana. Potifda kim kerak menga? Bitta ochaman chunki ko'p ochmayapman-da. Bitta free bor, 200 kun ishlatmayman menga. Men bu yerda Usmon Dembele golni ko'rgan bo'lsangiz, parash tashlab qo'ydi-yu. Dembele PSG kimlar Lille bilan o'ynadimi? O'ynadi jamoa bilan. Brahim Mbeumo derbida shang'illatdi golni. Paulo Dybala, Raul Asensio bu ham gol urgan chiqdi. Betisga yo'q. Qaysi jamoaga urdi-da? Levantega urdi, Levantega. Nicolas Fulkrug bu yerda o'ynayaptimi? Oldinlariga o'ynadi Dortmundda, Borussiasida. Roberto Sanchez bor. Qo'yalar muhim, chunki reytingi past. Mana shu Asensio tushishini xohlaman. O'ynatmashi mumkin. Agar 100 bo'lsa o'ynataman. Bo'lmasa o'ynatmayman. Yoki Dembele, Mbeumo, Asensiodan bittasi tutsa yaxshi bo'lardi. Ketdi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Kim? Qani Mbeumo, Dembele yoki Asensio. Kim? Usmon Dembele. Reyting eng baland, punktdagi reytingi baland o'yinchi tushdi. Mana birinchi o'rinda turibdi. Dembele tushdi, Dembele. Zo'r bu, bunisi zo'r tushdi. Xullas mana ham to'shamiz hozir. Mana 200 ko'ngil bor, bu yerda Ronaldo ochadi, Ronaldo kartasi bor deyman-da. Shuning uchun buni ochmayman. Bitta Shomurodovga ochib ko'raman. Shomurodovga ham yoki bu yerda Sadio Mane'ga o'tsammikan? Ashta ochib ko'ramiz, Shomurodovga ochib ko'ramiz. Hech qilmaydi. Tushib qolishi mumkin kimdir. Chunki 100 talik paketda tushish ehtimoli katta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi mana. Showtime tushib bersa. TMF. Bilmadim kim tushdi. Edson Alvarez tushdi.
Mayli, hech narsa qilmaydi. Shomurodov ko'chamiz. Raqam nechi edi? 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi yana 100 ko'yinsiz yana. Kim tushadi? Hech kim tushmadi. Endi tushsam 100 200 ko'yinsiz o'tgandan keyin tushmaydi, kim tushadi senga? Hozir Dembeleni qo'yib ko'ramiz, hozir akkauntimizga olib ko'ramiz, qanaqa o'ynar ekan Dembele. Ousmane Dembele. Men oldingi pakda ochganman. Rafinha tushdi. Profil 6 ta o'yin o'tkazdi. 2 ta gol urdi. Hozircha. Bu Azar bor, xula 100 bo'ladimi deyman, 101 bo'ladimi? 102 bo'lar ekan. Oy oy oy. Qo'yib turlaydi mana. Buni hozir kim o'rniga kelgan bu? Men chiqarib turlaydi mana hozir. Lewandowski kerak emas. Holland 100 bo'lsa kerak bu. Buni kerak emas Holland. Bizga kim kerak edi? Dembele. Mana. Usmon Dembele. 100 bo'lar ekan, men 101 emas. Gol pochasida chiqibdi. Yomon emas. Ko'rasiz, hozir internet ishlashi qiyin bo'lyapti. 70 o'yinchim bor. Internet ishlashi qiyin bo'lyapti. Hozir gameplay o'ynayman desam, internet qotib minus berishi mumkin. Men qotib o'ynagandan ko'ra o'ynamagan yaxshi, ming marta. Shuning uchun to'g'risida keyingi safar xudo xolasa gameplay bo'ladi. Buni ustida o'ynardim, hozir ko'rasiz internet hozir boya videodan ko'rdinglar, o'chib yonib qolyapti. Shuning uchun gameplay bo'lmaydi bu safar ham. Xolos keyingi safar bo'ladi albatta. Videoni ko'rganingiz uchun hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga xayr.